oyoqdagi falajlanish yoki ba'zida qo'ldagi sabablaridan o'zi 2-3 ta sabab bor. Shulardan bittasi umurtqadagi muammolar bo'lish ehtimoli ham bor. Bu masalan uzoq davom qilayotgan grija yoki stenoz kasalligi ham nervni o'ta kuchli darajada ezib qo'ygan bo'lsa, nerv faoliyati buzilib, oxir oqibat falajlikkacha olib kelishi ham mumkin. Birinchidan qanday farqiga borsak bo'ladi? Ko'pincha umurtqa kasalliklarida u birdaniga bo'lmaydi. Falaj sekin-astalik bilan rivojlanadi. Birinchi boshda og'riq kuchli bo'lib, keyin og'riq pasayib, falajlanish, rivojlanish ko'proq kuzatiladi. Endi bunday holatlarda albatta vaqtida yordam ko'rsatish kerak. Ya'ni bemorda siqib qo'ygan nervlarni bo'shatish kerak. Hozir baxtimizga oldingidek katta jarrohlik, ochiq usullar bilan qiynamasdan, yengil endoskopik 7 mmlik kesmasdan teshik orqali shu muammoni bartaraf qilsa bo'ladi. Avvalambor tekshiruvlarni o'tkazib, tashxisni qo'yib olganimizdan keyin. Grija va stenozda eng asosiysi muhimi bu vaqtni o'tkazib qo'ymaslik. Behudaga bu yoqqa yurib, vaqtni yutqizib qo'yib, kelgan falajni tikla olmaslik darajasigacha olib bormaslik kerak.